oldin relsimizga qo'yganmiz bu videoni. Hozir undan keyingi natijani qo'yib bermoqchimiz. Opamizni bellarida Gireja degan doktor 50 ga 50 operatsiya qilsak ham tuzalishi degan. Shunda operatsiya qildirmay biz oldimizga kelgan. Oyoqlarida og'riq juda kuchli edi. Bellarida ham biz 4-oktyabr kuni lechina boshlagandik. 3 kun lechina qilgandik, kuniga 3 martadan. 9 ta lechina olgandilar bu kishi. 9 ta lechina olgandilar. Hozir holatingiz qanaqa, opa? Yaxshiman. Og'riqlar yo'q, oyoqlarim yaxshi. Siz nima desiz aytganini qildim. Hozir hamma og'riqlar yurdi. Oldin emaklab turguncha emaklab yedim. Bironta deraza, eshik, o'sha xon taxtalar ishlashga harakat qilib, hozir unaqa ertalab ham